Assalomu alaykum toplik qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizmi? Salomat turibsizlar. Mushal bir qarindishimiz mayad bir to'plantida Muhammad Yusuf ikisining ismini unutib qoldim. Ashlar bilan bir o'tiribdiki, ma hadis inkorchilarining ishlarini qanday qilamiz bular, yana adab kitoblarda bularga qanday pozitsiya tutsak bo'ladi debdi mushta savolni so'rabdi. So'rasa Muhammad Yusuf bu hadis inkorchisi degan temaga kirmaylar, namozni inkor qilganlar deb so'zlab ketib qoldi. Endi bir millatninki olimi, doktori, millat doktor, olim deb uni alohida hurmat qilgan bo'lgandan keyin shaxsan mening hurmatim bor. Qur'onni tarjima qilgan, nayti yaxshi fayza, esil tarjima qilib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Men shu ashaqning tarjimasini ko'p o'qib, shu yoqning tarjimasini ep turib so'zlayman. Hattoki o'zigimni dalil qilib qo'ydim. Agar mush oyatlarni xato tarjima qilib qo'ygan bo'lsanglar, xato bo'lib qopti denglar. Rost bo'lsa, tarjimanglar rost bo'lsa, tövbe qilinglar, oyatga iymon keltiringlar deb qo'ydim. Nechqatam. Hozirmi hurmatimiz bor, bular hayotini mushu Qur'onga, mushu dinga atagan, shuning uchun mushu Qur'onni mushunchalik tarjima qilib, mushu millatga sundi. Uning oldida Muhammad Salih 40 yilning oldida tarjima qilgan bo'lsa, naq 40 yildan keyin 2003-yili Muhammad Yusuf, 2023-yili Muhammad Yusufning tarjimasi chiqdi. Bu oldidagi tarjimadan nurg'un ilg'or taraflari bor. Har ikkilisining o'ziga xos alohidaliklari bor endi. Bor. 40 yilning oldidagi tarjima bilan 40 yildan keyingi tarjima albatta real jamiyatga qarab turib kichikina o'zgarishchan, real jamiyatni ko'z tutgan, reallikni ko'z tutgan shaklda o'tirg'i qo'yiladi bu narsa, tarjima qilindi. Alloh rozi bo'lsin. Bu amgikidan biz xursand, shu sababdan diniy olim deb hurmat qilamiz. Lekin shu diniy olim deb hurmat qilayotgan kishilarimiz mucho desa, o'zining hurmatiga xos shaklda bir narsalarni deyish kerak. Endi bu yerda namozni kim inkor qiladi? Namoz bu Qur'onda bor narsa. Balkim namozni inkor qilayotganlar bordi. Lekin hadisni inkor, nurg'un hadislar Qur'onga mos kelmaydi. Davatqanlarni hadis inkorchisi deb biroqlar haydib yetib qolganlar. Bular rost hadis namozni inkor qilgan o'xshaydi degan tushuncha berib qo'yamdi desa berib qo'ydi. Ularga qarab turib, ularning gunohiga kirmay, qarab turib ularga tuhmat bo'lib qolmasin deb ahli ilm bo'lgan odam, endi bularning ichida har xil qaraydiganlar bor. Yolg'iz Uyg'urning ichida emas, hamma millatning ichida Qur'onda namoz yo'q deb qaraydiganlarmi bor? Namozning vaqti yo'q deb qaraydiganlarmi bor? Masalan, biz 5 vaqt namoz o'qiymiz, Qur'onda 5 vaqt namozning vaqti yo'q deb o'zimiz deymiz. Payg'ambar alayhissalom ko'z tutib qo'ygan, Qur'onda yo'q deymiz. Vaqti yo'q, payg'ambar alayhissalom hadis bilan ko'rsatib qo'ygan deymiz. Shu bo'yicha shu hadisni ko'rsatib qo'yganligi uchun 5 vaqt o'qiymiz. Biz Qur'onda uning vaqti yo'q deganligimiz uchun kofir bo'lib qolmaymiz. Bir odam Qur'onda bor buning vaqti deb tepib 3 vaqtni chiqargan bo'lsa, namozni inkor qilgan odam bo'lmaydi, u namozni bor degan bo'ladi, lekin vaqtni biz yo'q debdik, ular bor debdi. Shuning uchun ularning shu bir oyatlarga tayinib turib bor deb o'tirib chiqaryotdi. Payg'ambar alayhissalom qanday 5 vaqt namozni o'tirg'i qo'ygan, bu bir masala. Biz Qur'onda yo'q deb ahli sunniy val jamoat e'tiqoddagilarning hammamiz, asosiyatdan ulamolar birligidan hammamiz Qur'onda 5 vaqt namoz yo'q deymiz. Hattoki mushlarga yomon bo'lsang Qur'onga kel deysa, Qur'onda 5 vaqt namozni teppaqa degan gaplarni qildik biz. Qur'onda namozning vaqti yo'q degan gapni biz o'zimiz qilgan bo'lgandan keyin unda bo'lsa biz namozni inkor qilgan odam bo'lamdik. Yo'q, namozni inkor qilgan odam bo'lmaymiz. Namoz bor, vaqti yo'q. Endi birlari uningdan 3 vaqt tepibdi oyatga tayinib turib, yana birlari oyatga tayinib turib 5 vaqt tepibdi. Yana birlari bu namoz emas bu deb oshunda debdi. Namozni biroqli inkor qilibdi. Biz vaqti yo'q deganligimiz uchun namozni inkor qilgan bo'lmaymiz.
namozni 3 vaqt degan odam Qur'ondan tepib yana namozni inkor qilgan bo'lmaydi. Namoz bor vaqti yo'q deyotgan yana bir odamlar hadisni e'tirof qilmaydigan, lekin namoz bor, vaqti yo'q. Qachonda o'qisang bo'ladi deyotgan u bir qilamun namozni inkor qilgan bo'lmaydi. Lekin namoz yo'qmi deydigan bir odamlar, bir turkum odamlar borki deb ashundaqli javob bersa, unda bo'lsa bu ishning hammasi umum yuzlik aralashib ketmaydi. Ayrib uningdan millatning ichiga ziddiyat paydo qilmaydi. Yosh bolalar, bichora bolalar savolni xato so'ragan. Unda so'rash hojatsiz. Bolalar nadonlik qilib anda so'rab qo'ygandan keyin javob bergan odam millatning ittifoqligini ko'z tutgan shaklda chiroyli javob bersa bo'ladi. Gapimni ikkiga bo'lib dey. Endi ikkinchi masala, shu bola, savol so'ragan bola Qur'onni o'qigan bo'lsa, mening qarashimda qanday savol so'ragan bo'lsa bo'ladi desanglar, qarindoshlar. Qur'onni men o'qidim. Bu Qur'on bizning hadis deb iymon keltirib turgan nurg'un hadislarimizni inkor qiladi ekan. Qur'on inkor qiladi ekan. Hadisni inkor qildigan odamlar borki, demak, Qur'onga iymon keltirgan bo'lsa, shu Qur'onni qo'liga ilib, Qur'on bizning hadis deb iymon keltirib olgan nurg'un hadislarimizni inkor qiladi ekan. Qanday qilamiz ustoz? Mushu Qur'onni agishamdoq yoki mushni o'lakli o'qiblar, o'lakka o'qiydigan qilib, shu hadiskila agishamdoq. Qur'onni o'lakka o'qib, hadisni tirikka o'qib, shu hadiskila agishamdoq ustoz yoki Qur'onga agishamdoq desa, ashta so'rgan bo'lsa savolni ajoyib esil bo'ladi. Bak ilg'or savol bo'ladi. 21-asrga loyiq bir savol bo'ladi. Ham Qur'onni haqiqiy o'zining o'rniga qo'ygan, Qur'onga haqiqiy iymon keltirgan, haqiqiy ish qilgan, ishongan odam sifatida savol so'ragan bo'ladi. Qur'on nurg'un biz hadis deb e'tirof qilgan, biz iymon keltirib olgan narsalarni hadis emas deb inkor qiladi ekan Qur'on. Buning bilan bog'lashmaydi ekan. Markaziy ideyasi o'xshash chiqmaydi ekan. Nurg'un jihat qat'iy bog'lashmaydi ekan. Bir-birini inkorlik qilib turdi ekan. O't bilan sudaglik ekan. Hukmlari mana shunday ekan. Shuning uchun bu Qur'on nurg'unni inkor qiladi ekan bu. Qanday qilamiz? Qur'onni o'likka o'qiyveramdoq, yo mushu Qur'onga agishamdoq deb so'ragan bo'lsa, nim deb javob beraverdi Muhammad Yusuf deb o'yladim. Endi uchinchi masala, Qur'on qaysi hadislarni inkor qiladi ekan deb bizdan so'rasin, men deb berma. Qur'on qaysi hadislarni inkor qildi ekan, qaysi turdagi hadislarni inkor qildi ekan desa, men deb berma. Mana turdi kelgan hadisdan hammani Qur'on inkor qiladi, men deb berma. Uningdan keyin shu savol so'ragan bolalar, Qur'on ras so'zlarni inkor qildi ekan, inkor qilib turdi ekan so'zlarni. Mana bir oyat bo'lsin, 10 oyat bo'lsin, mushu oyatlar inkor qilib turdi ekan. Qur'on inkor qiladi ekan asli. Hadislarni Qur'onga silib, Qur'onga to'g'rilab, Qur'on e'tirof qilgan, Qur'onga uyg'un keladigan, Qur'onga moslashadiganlarni alayli deyotganlar, dinni haqiqiy qo'g'dayotganlar ekan. Qarqo'yoq bekodlar hammaga iymon keltirib olgan odamlar, Allohga shirik keltiradigan, yolg'onnimi din deb kirib qolgan odam bo'lib qoldi ekanmiz. Hadis din nomidan o'tirg'i chiqib qolgan, payg'ambar alayhisalom og'ziga nisbatlab qo'yib o'tirg'i chiqib qolgan narsalarning hammani e'tirof qilish, bu o'zimizning dinni o'zimiz buzib olganlik bo'ladi ekan. Qur'onni Alloh shuning uchun o'zgarmaydigan qilibdi ekan. Bu o'zgarmaydigan Qur'onga din nomidan o'tirg'i chiqqan so'zlarni soladi ekanmiz. To'g'ri bo'lsa, to'g'ri deydi ekanmiz. To'g'ri bo'lmasa, asti tashlaydi ekanmiz. Lekin din bo'lish uchun-chi desa, din bo'lish uchun shu Qur'on o'zi yetadi. Hadis din bo'lamaydi, qarindoshlarim. Din Qur'on. Payg'ambar alayhisalom 23 yil jarayonida
Qur'onga uyg'un gap qilgan bo'lsa gap qilgan. Xuddi biz Qur'onni yetkazayotganda gap qilganga o'xshash gap qilgan. Gap qilgan so'zlarni ma payg'ambar alayhissalom ma gap qilibdi, mana mushta gap qilibdi, mushta yetkazibdi deymiz. Abay so'zimdi bor. Shafaat to'g'risida qilgan so'zimdi bor. Qizi Fatimaga, qizim, dadam payg'ambar deb qiyomat kuni kichikina ba'zi narsalar mendini yengillab qolamki deb o'ylamang. Allohning azobidan sizni hech kim qutuldirib qololmaydi. Men ara turolmayman. Men sizning gunohingizga ara turolmayman. Men aralasholmayman. Hisobni o'zingiz bersiz deb Sura Luqmondagi oyatni yetkazib qo'ydi. Mana hadis degan mashta bo'ladi deb qo'ydim. Hadis degan ashta bo'ladi qarindoshlar. Mayli uni to'g'ri tushuninglar, mayli xato tushuninglar. Savol so'ragan chaqda ma 21-asrga loyiq so'ranglar savolni. Ma Qur'on nurg'un narsani inkor qilib turibdi. Buni shu o'lakka o'qiydigan qilib qo'yib hadis bilan ketaveramdiq ustoz. Yoki bo'lmasa mushu Qur'onga hayotni tatbiqlab, din degan narsalarning hammani mushu Qur'onga silib mangamdiq deb so'rasanglar, shu ustozing javob berdi.